Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hech qachon ismi bilan murojaat qilmaganini bilarmidingiz? Lekin o'zining boshqa hamma payg'ambarlarni ularning ismlari bilan chaqirgan. Alloh taolo aytadi: "Ey odam, sen jufting bilan jannatga maskan top. Ey Nuh, bizdan senga bo'lgan tinchlik va barakatlar bilan yerga tushgin. Ey Ibrohim, batahqiq sen tushni tasdiq qilding. Ey Muso, qo'rqma. Ey Yahyo, kitobni quvvat ila ol. Ey Zakariyo, biz senga ismi Yahyo bo'lgan bir o'g'ilning xushxabarini beramiz." Lekin Alloh o'zining suyukli habibi Mustafa sallallohu alayhi va sallamga murojaat qilganda, Alloh tabaraka va taolo aytadi: "Ey nabiy, Robbing seni chorlayapti." O'zining payg'ambari Muhammad Rasulullohga bo'lgan muhabbati tufayli Qur'onning birgina oyatida bo'lsa ham Muhammad ismi bilan chaqirmagan. Allohga qasam, to'liq Qur'onda, Fotihadan Nas surasigacha. Ey nabiy, Allohga taqvo qil va kofir va munofiqlarga itoat etma.